Yashashga tayyor kottej so'ragan obunachilarimiz uchun Yelxonda, ya'ni aeroportda yonidan ozgina kirganda kottejimiz sotuvda, xudo xolasa. Ushbu kottejimiz 6 sotuq, gaz suv svetlardan xudo xolasa umuman muammo yo'q. Hujjatlari ham notariusga tayyor. Xo'p, ushbu kottejimizda ko'rib chiqadigan bo'lsa 12 taga yaqin mevali daraxtlari bor, hojatxonalari bor, ag'da omborlari bor. Xo'p, bu tomonda ponni kottejimiz joylashgan. Xo'p, bu tomon ko'cha qismi. Xo'p, o'ziga yarasha mashina uchun alohida garajlari bor. Ushbu kottejimizga kiradigan bo'lsa, mana kirish qismi. Xo'p, o'ng qo'lda kladovkalari mavjud. To'g'rida zal, bu tomon oshxona, narigi tomonda tapchalari ham bor. Xo'p, tapchalar o'rab qo'yilgan. Xo'p, kottejimizni kattalar yotoqxonasini ko'radigan bo'lsa, mana zo'r holatda, remontlari tayyor, unaqa urinib ketgan joylari yo'q. Mana yana bir xonasi. Ushbu kottejimiz 4 xona, 5 xona qilingan. Ushbu kottejimizni remontlari, suv svetlardan xolos umuman muammo yo'q. Kottejimizda batareya uchun joy tashlab ketilgan. Xo'p, mana bu hojatxona qismi. Mana bu yerda esa hammom bilan hojatxona juda ham remontlari yaxshi holatda. Xo'p, bu tomonda oshxonamiz, xudo xolasa, zo'r holatda, tayyor. Mana bu yerda yozgi choy-poy ichish uchun alohida o'zini joyi. Bu tomondagi zalni ko'rsatmagan bo'lsam, mana ko'rsatib o'taman. Remontlari, hamma narsasi juda ham zo'r holatda. Ushbu kottejimizda mana bu tomondan ham bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Ushbu kottejimiz aytganimda Yelxonda joylashgan, aeroportga juda ham yaqin joyda, xudo xolasa, narxi $85,000. Xo'p, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanishingni mumkin, kelib ko'rishingni mumkin, xudo xolasa.